nechta implant qo'ydingiz mana shu faoliyatingiz davomida va o'zi implant qo'ygan erkaklarda hayotida nimalar o'zgarganini ko'zingiz bilan ko'rdingiz? Nimalar his qildingiz? Implant deganda mana ko'radigan odamlar nima implant deyish mumkin deb, penial implant. Jinsiy holatda jinsiy zaiflik hisobiga hech qanday dori-darmonlar, boshqa harakatlar yordam bermasa, ko'rsatma bo'ladi penial implant qo'yishga. Shu bilan jinsiy hayotini tiklaydi. Oxirgi 5 yil davomida 500 dan oshiq implant qo'ydik. Juda katta potok degani. Yevropalarda ham havas qilsa bo'ladigan potok. Katta o'sha professorlar bilan gaplashganimizda ham katta potokda qilishar ekansan deydi. O'zi aslida ekspert markazi deb qachon aytiladi implant qo'yishda deyilsa, 1 yilda 30 tadan oshiq 50 ta atrofida qo'ygan markazlar bor qo'yadigan. 1 yilda ekspert markazi hisoblanadi. Ya'ni ko'p degan. Endi biz O'zbekistonda bu xirurgiya endi rivojlanganligi, bu xirurgiyani hali mutaxassislar o'rganmaganligi evaziga asosiy potok bizda bo'ladi. Yana bor, bir ikkita markazlar bor qo'yadigan. Va asosiy mana distribyutorlar, implant olib keluvchi, registratsiyadan o'tgan kompaniyalar borda. Shu kompaniyalar bilan so'raganimda aytayaptiki, Sanjar aka deydi, 80% bizni mahsulotni siz ishlatasiz deydi. Ya'ni men olaman, qolgan 20% ni Ves O'zbekiston ishlatadi. Uni ham praktichески bir 10% ni yana men ishlataman, chunki boshqa joyga borib qo'yganlarim. Juda qiziq xirurgiya. Adenomani operatsiya qilsam, qanaqadir shikoyat bo'lishi mumkin. 1%, 2% odamda. Aytaylik, saratonni qilsak, shikoyatlar bo'ladi. Aytaylik, sidik tosh kasalligini qilsak, shikoyatlar bo'ladi. Varikosellikni qilsak, ma'lum shikoyatlar bo'lishi mumkin. Implant o'rnatilganda men shu narsani tushunib yetdimki, shuncha bemorda implant o'rnatib turib, 1,5 oy reabilitatsiya deylik. 1,5 oydan keyin biz unga implant ishlatishga ruxsat berganimizda, keyin 1 oy, 1,5 oy ishlatgandan keyin 3 oy deylik, operatsiya o'tkazgan bemordan 3 oydan keyin birorta bemor implant o'rnatganligi uchun shikoyat qilmadi-da. Ya'ni hammasiga bitta savol beraman. Shu implantda agar mana shunaqa bo'lishini bilganingizda, oldinroq qo'ydirgan bo'larmidingiz degan savolga 100% bemorim, 100%, 99% emas, 100% bemorim bilganimda ertaroq ham qo'ydirgan bo'lardim deydi-da. Tushunyapsizmi? Bu nimadan dalolat beradi deyilsa, bu haqiqatan odamiga qo'yilayotganidan dalolat beradi-da. Ya'ni haqiqatan ko'rsatmasi bor odam, haqiqatan jinsiy hayotda qiynalayotgan, haqiqatan erkakligini zaiflashganini his qilayotgan odamni joniga oro kirgandek bo'ladi-da bu xirurgiya. Shuning uchun ham erkaklarimiz juda maza qilib yoradi. Ya'ni o'shanaqa to'g'ri kategoriya. Endi jinsiy zaifligi yo'q erkaklarga bu narsalar bilan uvlikatsiya qilish, bu narsalarni qo'ydirish masalasini men oqlamayman. Ular naborot o'zini jinsiy funksiyalarini uzoq yillar saqlanib qolishini kurashish kerak. Yoshlar misol uchun, kurashsa endi implant qo'ydirishga qachondir muhtojlik bo'lar. 60 ga kirganda, 65 ga kirganda, 70 ga kirganda, unda bu boshqa masala. Ba'zi holatlar bor. 35 yoshgacha bo'lgan bemorlarga ham ko'p hollarda qo'yamiz. Ularda ham og'ir turlari aniqlanib qoladi. Tug'ma nuqsonlari aniqlanib qoladi. Shu holatlarda ham qo'yamiz. Razyorniroq javob berdim savolingizga. Kengroq javob berdim. Hozirgi kunda bemorlar keladi. Sochi bir kunda 10 ta keladigan bo'lsa, nechtasida jinsiy zaiflik bilan murojaat qiladi-yu, o'zi umuman mana statistika bo'yicha qancha odamga implant o'zi qo'yish kerak, ehtiyoji bor bizda O'zbekistonda? O'zbekistondami? Zo'r savol bo'ldi. Buni o'zim ham qiziqdimda bir. Aytaylik, 50 dan katta erkaklar, jinsiy funksiyalari pasayayotgan erkaklar hisobga olaylik hozir. Yoshlarni umuman chiqarib tashlaylik-da. 50 dan o'tgan aholimiz o'rtacha 3 million tashkil qiladi-da. Yoshi 50 dan o'tgan. Uni примерно 50% erkaklar. 1,5 million. Shu bemorlarda 50% da jinsiy zaiflik bor. Endi jinsiy zaiflikda og'ir turi shu 50%, mana 750 mingtani ichida ham 30-40% tashkil etadi. Tasavvur qiling, 200 mingta odam implant qo'yishdirish pokazaniyasi bor tibbiy. Ya'ni O'zbekistonda. Undan aytaylik, implant qo'ydirishga imkoniyati, iqtisodiyoti, puli, chunki arzon operatsiya emas buni. Hamma tushunib bo'ldi bu narsani. Yetadigani shuni aytaylik, yana 30% deng, 3 dan biri. Qancha bo'lyapti? 70 ming. Undan ham aytaylik, o'zi qo'ydirishga sharoiti bor. Hali implant mana implant qo'ydirsam bo'ladi, anaqa qaror qabul qilish mumkin bo'lgani ham yana 30%. Qancha bo'lyapti? Oxirgi nima?
Deydi 20 ming, 25 mingta real implant qo'yish kerak bo'lgan va bunga tayyor bo'lgan bemorlar bor. Shuning uchun ham men haligi bilimni qizg'anmayman-da. Mana shuncha shogird chiqaryapmiz. O'zim ham hali shogirdman kerak bo'lsa, o'rgatyapmiz. Haligi rizq masalasida bu. Rizq masalasidan qo'rqmaslik kerak. Bu Xudo yozib qo'ygan uni. Biz bu yerda aqlli ish qilishimiz nimada deyilsa, shu shogirdlarga o'rgatsak, shu kasbini egasidan rahmat eshitadi, oilasini boqadi, bizdan minnatdor bo'ladi oxir-oqibat. Hammasiga o'rgatib yuborsangiz ham, mana real 25 mingta qo'yish kerak bo'lgan odamni ulgura olmaymiz. Tushunyapsizmi? Ulgura olmaymiz bu. Tushunyapsizmi? Shuning uchun men bir xilga endi birovni yomonlashni yomon ko'raman. Baribir kezi kelganda aytgim keladi. Bir xilga katta, yoshi katta, qo'lidan ish keladigan, ilmi bor, professorlar, nimalar borda. Ilmni bergisi kelmaydi. O'rgatgisi kelmaydi. Qo'lga bergisi kelmaydi yoshlarga. Yoshlarni gnobit qiladi. Anaqasini shashtidan qaytaradi. Ha, o'lamiz-ku baribir. O'lamiz. Uni bu bilimni olib ketmasdan o'rgatib, davay rasprad kengaytirib, tarqatish kerak bu narsani. Ilmni tarqatish kerak. Shu ilmni tarqatilsa, rizq kamayib qolmaydi. Rizq g'oyibidan beraveradi Xudoyim. Ko'paytirib beradi mana. Deb men shunaqa qarayman bu narsaga. Bu filosofskiy qarash bu. Matematik qarash bo'lsa, xato qilib qo'yamiz. Matematik yo'q, hozir mendan boshqa yana bir 50 ta odam qo'ysa, kasallik qilib tugatib yuboradi bular. Keyin men nima qilaman degan noto'g'ri tushuncha paydo bo'lib qoladi. Shuning uchun bu yerda o'li filosofskiy qarash kerak. Odamlar real muhtoj. Qancha ko'p odam qilsa, konkurensiya bo'ladi, narxlar nisbatan pasayadi endi. Bu yaxshi-da, nima? Raqobat bo'ladi. Narx masalasi ham odamlarga yaxshi bo'ladi. Har tomonlama yaxshi bu narsa. Ko'pchilik qo'ygani bu yaxshi albatta. Faqat to'g'ri, nima, ishni mukammal o'rganib, keyin qilingani ma'qul deb o'ylayman. Javob berdim savolingizga? Da. Nima savollar bor endi? Sanda implant bor, qachongacha ishlaydi? O'lsa ham ishlayveradimi? Da. O'lsa ham ishlayveradi. Chunki u implant u sun'iy moslama uskuna qo'yilyapti-da. Statistikalar bor. 15 yil davomida implant xizmat qilish ehtimolligi taxminan 90% tashkil etadi. Hattoki men yosh bemorlarga qo'ysak ham bir umrga xizmat qilishi mumkin. Qanaqadir u implant zararlab qo'ymasang, aytaylik, avtoavariyalarda zarb tegsa etga bo'lishi mumkin-da holat. U zarar yemasa, zararlanmasa, u implant bir umr potensialni bir umrga xizmat qiladigan moslama biz uchun. Implant bilan aloqa qilganda hamma yo'q tabiiy his-tuyg'ular, tabiiy lazzatlanishlar, orgazm, eyakulyatsiya, farzand ko'rish imkoniyati hamma yo'q to'liqcha saqlangan bo'ladi. Bu bemorlarda ereksiyaga erisha olmayotganligi uchun implant shu imkoniyatni beradi xolos aslida. Odam o'lib qolsa, implant bo'lsa jinsiy a'zosida uni haligi knopkaligi bor-ku, 3 komponentlik deymiz. Knopkasini o'zi jinsiy aloqa qilmagan paytda u bemorlar knopkasini bosib tushirib qo'yadi. Ereksiya holatda bo'lmaydi. Bir komponentlikda bu qayirib qo'yiladi-da. O'g'illariga, bemorning o'g'illariga aytamiz, agar mabodo bemor qazo qilib qolsa, implant tirkka qolib ketib qolmasin, haligi qayirib qo'yasiz, mana qilib deb tushuntirib aytib deb qo'yiladi. Endi jinsiy aloqa vaqtida o'lib qolish ehtimoli kam-ku odamda. Boshqa payt bo'lsa, implant haligi nima deydi? Ishlatilmagan holatga qo'yilgan bo'ladi-da o'zi. Shuning uchun ham bu oshiqcha bir noqulaychilik nima tug'dirmaydi. Bu masalani mana nimalardan ham so'rab ko'rish mumkin. Ahli ilmdan ham so'rab ko'rish mumkin. Implant qo'yilsa qanaqa bo'ladi, nima bo'ladi, keyin nima bo'ladi degan masalalarda bu yerda ilmi bor ahli ilm to'g'ri ma'noda mana ko'rsatma bormi? Tibbiy ko'rsatma. Mumkin, конечно. Chunki u jinsiy hayot muhim narsa. Ayolni qondirish erkak kishining vazifasi. Shuni evaziga ayoli xiyonat qilmaydi erkakda. To'g'rimi? Aqabaqa yurmaydi. To'g'ri jinsiy aloqa nima bo'lsa, bu shunaqa bo'lish ehtimoli kam. Covid degan nima bo'ldi? Kasallik bo'ldi. Covid paytida aseptik nekroz bo'ldi. Tazobedrenniy sustav deydi. Mana chanoq son bo'g'imida. Chanoq son bo'g'imi yemirilib o'lgandan keyin mana bo'g'im. Endi protez qo'yildi-da aytga. Ko'pchilikka qo'yildi-da, bo'lmasam yura olmadi. Odam yura olmaydi. Hassada nogiron bo'lib qolib ketadi. Xuddi shunga o'xshagan narsa bu. U keyin bu
bu bilan ko'miladi-ku odam. Toza bedrni sustav bilan ko'miladi. Endi mana ko'krak qo'yish masalasi bo'ladi. Silikon qo'yish, ko'krak. Mana plastik xirurglar qo'yadi. Buni masalasini men bilmayman. Chunki buni masalasi men kasb, meni hunarim emas u. Menga qiziqgan emas u. O'zini dunyo qarashimdan kelib chiqadigan bo'lsak, bu mumkin emas narsa deb o'ylayman. Ularda ham pokazaniyasi bo'lishi mumkin. Ko'kragiga xunuk bo'lib osilib qolgan bo'lsa, yo bilmayman qanaqadir kerak bo'lishi mumkin, bilmayman. Lekin ko'pchilik unaqa qo'ymaydi u narsani. Uni qo'yib reklama qilib, o'zini reklama qilib yuradi-yu. Fahshga, zinoga anaqa qiladi-yu, da'vat bo'lib qoladi-yu. O'shuning uchun bu niyatga bog'liqda ko'p narsalar. Men gaplashaman bemor bilan. Agar bemorim mana shu implantni o'rnatib, maqsadi yosh qizlarni dang'illatib yurish bo'lsa, unda bu vaprosni qayta ko'rib chiqamiz. Men xitriy savollar beraman kasallarga. Agar shunaqa holat bo'lsa, kechirasiz aka. Sizga ko'rsatma bor, lekin niyatingiz yaxshi emas. Men qo'ysam shu sherik bo'lib qolaman. Niyatingizga degan anaqa o'zimizni e'tiqodimiz bor-da baribir. Shu odamga operatsiya qilishdan воздержаться qilaman imkon qadar. Endi hamma odamni ham bilmaysiz shuni. Xitriy savollar bilan ayrimlarini bilib qolsangiz bo'ladi shunaqa. U xuddi shunaqa narsa. Mana toza bedrni sustav bilan ketyapti. Endi u ko'krak qo'yish u boshqa narsa. Bu jinsiy holatga kosmetik nuqtai nazardan qo'yilmayapti bu narsa. Bu jinsiy aloqani tiklash. Xotini bilan, juft haloli bilan normal jinsiy hayotda yashash masalasi ko'rilyapti. Qizligini ola olmaydigan yigitlar bor, tug'ma jinsiy zaiflik bilan odamlar bor-da. Qizligini ola olmaydi, uyaladi, sharmanda bo'ladi, har narsa qilib ko'radi, oilasi buziladi, boshqa turmush qilish kerak, baribir yashash kerak-da, majbur qo'yadi. Qilmagan ish qolmaydi-da u. Psixoterapiya qiladi, hamma yo'l qiladi. Ba'zi izohlarda tushunmagan odamlar ham bor-da. G'alatini komment yozadi. Hammasi Xudodan nima qilish kerak emas. Hamma yo'q Xudodan. Bitta u barg to'kilishi ham Xudodan. Bu aniq tiniq hadislar bor. Sababiyati odamdan. Sababini qiladi, Xudoyim natijasini beradi. Shifosini beradi. O'zida muammo yo'q-da. Tushunyapsizmi? O'zida muammo bo'lsa, boshiga ish tushsa, 5-6 marta xotini erkakmisan, biladi deydigan gap gapirsa, bor shunaqa nimalar. Kelib dardini aytadi odamlar. Men ommaga ko'rsatmayman u odamlarni. Odamlar aytadi shu narsani. Shu muhtojlikdan u havas emas, hamma bor operatsiya qildirib, implant qo'ydirib, palon pul berib, havas emas. Bu majburlikdan qilinadigan narsa. Bu yechim. Erkak kishini haqiqatan erkak qilib, quvvatini tiklab, shu xotinini popugini pasaytirib, xotinini ham baxtli qilib yursa bo'ladigan bitta instrument deb olsak bo'ladi. Sanjar aka, mana shu implant amaliyotini o'z ishini ustasiga qildirish qanchalik muhim? Bu juda muhim. Juda ham muhim. Sababi muammolar girdobiga kirib qoldi-ku, mana boshqa joylarda qo'ydirgan, operatsiya o'xshamagan, kelib bizda qayta reimplantatsiya operatsiyasini qildirdi. U razmerdan yo'qotadi. Implant xirurgiyasida o'ziga yarasha master bo'lgan odam qilish kerak. Master bo'lmasa, o'rganuvchi odam bo'lsa, yonida o'sha master turish kerak. O'sha o'zi qilsin, xo'p, yonida xatosini aytib turadigan odam bo'lish kerak. Nima eksperiment qilib yormaslik kerak odamlarni. Sababi keyingi operatsiya o'xshash ehtimollik kamayib ketadi. Shuning uchun mana shu bitta operatsiya bittada hal qilish kerak. Operatsion dostupdan boshlab qo'yiladigan implant razmeri, yo'g'onligi, uzunasi hammasini aniq tiniq o'lchab, aniq tiniq qo'yish kerak. Mos kelish kerak. Operatsiya qilib qo'ydim, bo'ldi, bor, surd emas. Odamlarimiz jarohat parvarishida juda nimalik qiladi-da, baribir. E'tiborsizligi bor-da biz odamlarimizda. Xarakteridan kelib chiqib, e'tiborsizroq odamni men nima qilaman? Yotqizdirib qo'yaman. Yashaydi klinikada kelamiz. Uzoqdan bo'lsa, e'tiborsiz bo'lsa, jarohatini parvarishlab, ishonchim komil bo'lganda uyga jo'nataman. Shu odam endi eplab ketishiga ishonchim komil bo'lganda jo'nataman. Bo'lmasam mas'uliyat bilan nima qilaman? Chunki juda qo'rqamiz. Implant asoratidan qo'rqamiz. Отторжение berishdan qo'rqamiz. Shuni agar biz cho'tga bitkazib olsak, keyin yog'i oshlig'imiz olchi bo'ladi. Shuning uchun ustasida qildirish muhim juda. Menga kelinglar, men ustasiman, men qilay demoqchi emasman. Men real xolis gapiryapman.